Assalomu alaykum hurmatli YouTube obunachilari. Bugungi videorolikimiz Urganch shahrida Buxoro ko'chasida 100 metr 150 metr yursak Shumbalani ko'chasi chiqadi. Hurmatli obunachilar, xush kelibsiz. Shundan doğru Daritalarga ketaverasizlar. Bu yanimiz Dinamo o'yingohi Gurlenskiy. Hurmatli obunachilar, shu 4 qavatli binoning 3-qavatida bir xonali kvartira chiqqan ekan. Shuni birgalikda ko'rib tanishib o'tsak. Neng podezlari. Podezlari ham akkuratli ekan, hurmatli obunachilar. Eshiklari ham almashgan ekan, hurmatli obunachilar. Turistlik eshiklari. Chanlari bilan tanishib o'tsak. Beramiz. Sanuzil hojatxona bir yerda. Banimiz kuxni. Hurmatli obunachilar. Gaz plitasi va oynalari o'ziniki almashmagan. Banimiz zal. Bu yerda ochiq balkonchasi bor. Narxi 220 million so'm, hurmatli obunachilar. Lokatsiyasini yana bir bor eslataman. Buxoro ko'chada Million Karat kafega yaqin, Daritali institut ham yaqin, hurmatli obunachilar. 3-qavatda bir xonal sotilmoqda. Narxini ekranda yozib qoldiramiz. Videorolikimiz keng tarqalishi uchun podpisatsiya bosib qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rayman. Keyingi rolikda görüşguncha sog' salomat bo'ling.